Nefrit toshi ko'rishning ta'birlari. Ibn Sirinning aytishicha, tushdagi nefrit toshi aslzoda bo'lmagan ayoldir. Tushida nefrit toshli uzugi borligini ko'rsa yoki birov unga bersa, tagi past xotin olishiga dalildir. Agar xotini bo'lsa, qiz tug'ilishini bildiradi. Tushida nefriti borligini ko'rsa, ayollar tomonidan foyda topishini bildiradi. Tush ta'birlari bashorat emas, barcha narsani bilguvchi zot yagona Allohdir.